Xo'p, hozirgi darsimizda ekranni va magnitlarni nastroyka qilishni ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib magnitlarni nastroyka qilib olaylik. Bu yoqda mana 2,5 da turibdi. S knopkasi горячий knopka hisoblanadi. Ustiga 10 knopkani bossak, mishkani 10 knopkasini bossak, asosiy ishlatadigan magnitlarimizni shunaqa qilib nastroyka qilib olasizlar. Bu bizlar bilan birga o'tadigan darslarimiz uchun обязательный, individualniy o'tadiganimiz uchun aslida bu o'zingizga qulay holatda nastroyka qilsangiz bo'ladi. Bizga eng ko'p ishlatadiganimiz grid points, vertex va min points. Bularga galchka qo'yib qo'yamiz. Keyin ikkinchi bo'limda mana shu enable access constraints, display rubber band va enable shape angle constraints ga galchka qo'yib qo'yishimiz kerak shu 3 ta joyga. Bu joy 10 turishi kerak. Birinchi grid spacingda, ya'ni katakni minimal razmeri bu 10 mm. Eng kichik katakimiz qolgani 17. Mana 7 ta 1 2 3 4 5 6 7 ga 7 qilib perspektivada ko'ringanda setkani qilib beradi. Xo'p, all viewport bo'lishi kerak va bu shu holatda turadi. Endi keyinginisi nastroykamiz customize bo'limiga o'tib, customization setupdan metrikda millimetr va mana bu yerda international turishi kerak. Shu joyi o'zgarib qolmasin, tekshirib olasizlar. Hop, sistemda ham 1 unit 1 millimetrda turishi kerak. Mana shu joyda turishi kerak. Okey. Xo'p, shu bilan bu urug'imiz tugadi, qisqa urug'imiz.